Bugungi kunda mamlakatimizda yashirin iqtisodiyot ulushini sezilarli darajada qisqartirish, soliq solish bazasini kengaytirish dolzarb masalalardan biri sanaladi. Bu borada Prezidentimizning yakka tartibdagi tadbirkorlar hamda o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun qulay sharoit yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorlari va naqdsiz hisob-kitoblarni ommalashtirish va yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonlari ijrosi ushbu yo'nalishda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarning huquqiy asosini yaratib berdi. Namangan shahridagi jahon ixtisoslashtirilgan aralash mollari savdo kompleksi hamda Chorsuv dehqon universal bozorlarida o'tkazilgan o'rganishlar jarayonida soliq idoralari xodimlari tomonidan tadbirkorlik subyektlariga amaldagi soliq qonunchiligi talablari hamda raqamlashtirishning afzalliklari batafsil tushuntirilmoqda. Shuningdek, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha ogohlantirish va tegishli ko'rsatmalar berilmoqda. Bizda do'konimizga soliq xodimlari kelishdi. Kassa apparatimiz yo'qligi sababli kassa apparatlarini ishlatmaslik, to'liq terminallarni ishlatmaslik oqibatlarini tushuntirishdi. Endi o'rnatib qo'yamiz. Xabaringiz bor, joriy yil 1-yanvardan yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan shaxslarda raqamli platformalarda generatsiya qilingan elektron to'lovlarni qabul qiluvchi maxsus QR kod mavjud bo'lishi sharti belgilangan. Shu bois mutasaddilar tomonidan ushbu platformalardan foydalanishning afzalliklari borasida ham ma'lumotlar berilmoqda. Men xususiy tadbirkor bo'lib, jahon bozorida ish faoliyati yurg'izaman. 2026-1-yanvardan xolis Paynet ilovasi orqali savdo qilyapmiz. Buning afzalligi oldin aylanma оборотdan 4%, soliq to'lar edik, hozir 1% ga aylandi. Bu tadbirkorlarga ancha qulaylik yaratyapti. O'zimizda qolayotgan mablag'ni faoliyatimizni kengaytirishga sarflaymiz. O'rganishlarda tadbirkorlarning qonuniy va shaffof faoliyat yuritishini ta'minlash, hududda halol raqobat muhitini shakllantirish, soliq intizomini mustahkamlash va byudjet tushumlarini oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bugungi kunda viloyat bozorlarida raqamlashtirish ishlari olib borilmoqda. Xususan, jahon bozori ma'muriyati xodimlari bilan uchrashib, raqamlashtirish ishlari bo'yicha tushuntirishlar berildi. Shu bilan birga bozor hududidagi tadbirkorlarga nazorat kassa mashinalarini va to'lov terminallarini to'g'ri ishlatilishi, xaridorlarga belgilangan tartibda xarid qilingan mahsulot uchun o'z vaqtida cheklanib berilishi to'g'risida tushuntirish ishlari olib borildi. Kuzatilgan kamchiliklar bo'yicha yozma holatda ogohlantirish xatlari berildi. Ma'lumot o'rinda aytish kerakki, bugungi kunda soliq idoralari tomonidan mavjud 48 ta bozorlar va savdo komplekslarida xatlov ishlari davom etmoqda. Unga ko'ra, tadbirkorlarga yaratilayotgan keng imkoniyatlarga qaramay 826 ta fuqarolarning davlat ro'yxatidan o'tmasdan tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotganligi, 53 ta yakka tartibdagi tadbirkorlarning amaldagi faoliyat turlari guvohnomadagi faoliyat turiga mos kelmasligi, 227 ta holatda fuqarolar norasmiy ravishda mehnat qilib kelayotganligi holatlari aniqlandi.